Ko'pchilik Texasning poytaxti Ostonni texnologiyalar, musiqa, chiroyli binolar va zamonaviy hayot bilan bog'laydi. Ammo bu shaharning kam gapiriladigan boshqa tomoni ham bor. Texasning g'arbiy qismida joylashgan El Paso tomon ketayotib, men Ostin shahridan o'tdim. Avvalgi videoda men sizlarga bu shaharning zamonaviy va rivojlangan tomonini ko'rsatishga harakat qildim. Bugun esa biroz murakkab, lekin juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. Ostin AQShdagi eng tez rivojlanayotgan shaharlardan biri. Bu yerga yirik texnologik kompaniyalar keldi. Ish o'rinlari paydo bo'ldi. Ammo shu bilan birga ijara narxlari va yashash xarajatlari ham keskin oshdi. Ko'chada yashayotgan odamlarning hammasi ham ishlashni xohlamagani uchun u yerda emas. Ba'zilari ishni yo'qotgan, ba'zilari ijara haqqini to'lay olmay qolgan, ba'zilari ruhiy muammolar yoki qaramlik bilan kurashmoqda va ayrimlari shunchaki juda tez harakatlanayotgan tizimda ortda qolib ketgan. AQSh tashqarisidagi tomoshabinlar uchun bu manzara hayratli bo'lishi mumkin. Chunki Amerika tashqaridan juda boy ko'rinadi va chindan ham u boy. Ammo bu boylik hamma uchun teng taqsimlanmagan. Ostin shahri turli siyosatlarni sinab ko'rdi. Chodirlar masalasi, boshpanalar, ijtimoiy xizmatlar, lekin bitta oddiy yechim yo'q. Uy narxlari daromadlardan tezroq oshsa, kimdir albatta chetda qoladi. Eng muhimi, bular raqamlar emas. Bular odamlar. Ularning har birining o'z hikoyasi, o'z hayoti bor. Mening ismim Rafli, yoshim 53 da, 8 yil atrofida ko'chada yashayman. Men usta bo'lganman va qurilishda ishlaganman. Hayotimning ko'p qismida ichkilikka berilganman. Qamoqqa tushib qolganimda menda jigar sirrozi borligini bildim. Hozir ichmayman, lekin jigarimga zarar yetib bo'lgan otam, onam va oila a'zolarimdan ajralganman. Hozirda nogironlik nafaqasi va davlatdan uy olishga harakat qilyapman. Yaqinda tiz operatsiyasidan so'ng kasalxonadan chiqdim. Bu meni erkin harakat qilishimga, yurishimga, o'tirishimga va uxlash uchun yotishimga xalaqit beradi. Umid qilamanki, bu meni boshqa bezovta qilmaydi. Sirrozim qaysi darajadaligini bilmayman. Tez orada kasalxonaga borib tekshirtirishni rejalashtiryapman. Ko'chada yashash juda qiyin, borish uchun joy bo'lmasligi juda qiyin. Davlat bergan boshpanalarda yaralicha joy bo'lmasligi mumkin va undan tashqari u yerdagi sharoit ko'chadan yomon bo'lishi ham mumkin. Mening ismim Fred, 50 yoshdaman. 6 yil atrofida ko'chada yashayman. Ostin shahrining shundoq tashqarisida joylashgan Jarri shaharchasida sodir bo'lgan tornadoda oila a'zolarimni hammasini yo'qotganman. Men davlat tomonidan beriladigan uy olishga harakat qilyapman, lekin bilsizmi, bu juda ko'p vaqt talab qiladi. Juda ham ko'p uysiz odamlar bor. Ro'yxatda mendan oldinda turganlar bor. Juda ko'p muammolar bor tizimda ham. Davlat faqat vaqtinchalik boshpanalar beradi va ular ko'cha bilan bir xil sharoitga ega yoki yomonroq, undan ko'ra bir nechta yopish uchun ko'rpa topib issiqroq joyda yashagan yaxshiroq. Juda ham qiyin, achinarli hayot, hech kimga buni tilamayman. Va vaziyat yanada qiyinlashib bormoqda. Odamlar ham yomonlashib bormoqda. Hech kimga ishonib bo'lmaydi. Biror nimani bu yerga qo'ysangiz bir zumda yo'q bo'lib qoladi. Yaxshi odamlar ham bor, lekin yomon odamlar ham bor. Shuning uchun vaziyat yomonlashib bormoqda. Ba'zi yomon odamlar tufayli hamma bizga yomon ko'z bilan qarashi mumkin. Imkoniyatlar bo'lmasligi doim qiyinchilik keltiradi. Imkoniyatlarni topa olmaslik va yana ruhiy muammolar odamga qiyinchilik yaratadi. 4 yil atrofida ko'chada yashayman. Harbiy sohada ishlaganman. Uyimni yo'qotganman va hozir joy topishga harakat qilyapman. Uyimni yo'qotgandan keyin ko'chaga chiqishga majbur bo'ldim va ko'chaga chiqqandan keyin sharoitlarga moslashish kerak. Shunchaki biror joyda o'tira olmaysiz. Doim harakatda bo'lish kerak. Kundalik hayotim doimiy bir joydan ikkinchi joyga ko'chishdan iborat, chunki doim bir joyda turib qolish taqiqlangan. Shu tufayli doim biror qulay joy topishga harakat qilamiz. Bizga qo'shimcha og'irlik sifatida qarashadi va biz bilan aloqaga kirishmaslik kerak deb o'ylashadi. Agar ruhiy holat va narkotiklar birlashsa, albatta xavf tug'dirishi mumkin, lekin oddiy holatlarda ko'chada yashaydiganlar ham oddiy odamlar. Bunga kasb, rang yoki boshqa xislatlarning aloqasi yo'q. Shunchaki hamma oddiy odamlar. Boshqa odamlarga o'xshagan va ulardan farq qilmaydigan oddiy odamlar. Odamlarga aytadigan,
Gapim shundan iboratki, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun doim hurmat bilan munosabatda bo'ling. Ajratish yaxshi emas. Ularni sotmoqchimisiz? Ha, ba'zi bir Hilfiger shimlari bor menda. Where did you get them? Sotmoqchiman bularni. Church. Church provides. Cherkov bergan, cherkovdan olganmiz. Ismim Martin Schroeder. 62 yoshdaman. You sleep here. Yoshim tufayli muammolarim ko'payib ketgan. Shu bilan birgalikda How many? dorilarim ham bor. 62. 62. Hujjatlarimni yo'qotganman, topishga harakat qilyapman hozir. Sumkamda hamyonimni ichida hujjatlarim bor edi, hammasini birga o'g'irlab ketishdi. Hujjatlarim, kerakli barcha hujjatlarim o'shaning ichida edi. Onam 2000-yilda olamdan o'tgan, o'shandan beri ko'chadaman. O'zim Ayovada tug'ilganman. Texasga, Ostinga kelib qolishimning sababi ota-onam shu yerga ko'chib kelishgan. Meni o'gay otam shu yerdan ish topgan. Ishidan uy berishgan. O'sha yerda biz katta bo'lganmiz. Keyin nimadir bo'ldi. Ko'chada yashash xavfli, doim o'g'irlik sodir bo'ladi, sizdan nimadir o'g'irlab qo'ymoqchi bo'lishadi. O'g'irlikni oddiy odamlar emas, uysizlar qilishadi. Lekin meni oilaviy tarbiyam, oilada olgan tarbiyam bunga yo'l qo'ymaydi, men o'g'irlik qilmayman. Kechasilari mana shu yerda, ba'zan bu tomonda, ba'zan bu tomonda uxlayman. Ba'zi bu yerda bir kafe bor va shu bilan birga cherkovda soat 4 atrofida ovqat berishadi, o'sha ovqatlarni olaman. Where do you sleep at night? Yakshanba kunlari, kunni ba'zi bir kunlari tekinga ovqat tarqatishadi. Shunaqa bo'lib ko'chada yashashi turli xil qiyinchilik tomonlari bor. Odamlarning munosabatlari ham turlicha, ayniqsa yoshlarda bizga nisbatan hurmat juda ham kamroq. Hurmat bilan birgalikda qanaqadir mehribonlik ham yo'q. Biror bir narsa so'rasangiz so'kib berishadi. Behurmatlik qilishadi. Bor ishga kir, ishingni top, o'zing pulingni top deb munosabat bildirishadi. Ishga hujjatsiz kirish imkoni yo'q. Hujjatsiz umuman ishga kirishning iloji yo'q. Men tug'ilganlik haqida guvohnomamni tiklashim kerak. Shu bilan birgalikda ijtimoiy himoya qog'ozimni, hujjatimni tiklashim kerak. Oddiy tug'ilganlik guvohnomasini olish $29-30 atrofida turadi. Bu ko'chada yashab qolishni sirlaridan biri faqat o'zingiz bilan o'zingiz bo'lish, ko'pchilik bilan munosabatga kirishmaslik, ma'lum bir gaplarni gaplashish, lekin ma'lum bir chegaradan o'tmaslik, narsalarni ham boshqalar bilan bo'lishish juda ham yaxshi emas, chunki bir marta bergandan keyin boshqa odamlar doim kelishda davom etishadi. Bir marta bo'lishgandan keyin qaytib bo'lishmasangiz, ular sizni yomon ko'rishni boshlashadi, chunki o'rganib qolishgan. Hayotda juda ham ko'p afsuslanadigan ishlarim ko'p emas unaqangi, faqatgina shu tishlarimni o'z vaqtida ehtiyot qilmagan ekanman. Endi hozir ovqatlanishga qiyinchilik bo'lyapti. Undan tashqari boshqa hamma tomoni yaxshi deyishim mumkin. Mana shu narsalarni $1 yoki shu atrofiga sotmoqchiman. Shu bilan bugungi kunim o'tadi. Okay. Jason. Ismim Jason, Texasning Houston shahridanman. Bir necha yildan beri ko'chada yashayman. Navy Marine. Yeah. Ma'lumotim va ish tajribam bo'yicha oshpazman. 20. Kundalik hayotim biror bir narsa yegulik topish yoki ichgani biror bir narsa topishdan iborat. Mana shu ko'chada yashayman. Bundan tashqari har xil og'riqlik, You get seized up. tanamda og'riq bor joylarim bor, ularni og'riq qoldiruvchi dorilar topishim kerak. Shunaqangi kundalik hayotimdagi muammolarim mavjud. Aqlli emas u, lekin boshimda ma'lum bir og'riq bor. Har safar o'sha og'riq tufayli hushimdan ketib qolaman va har safar hushimdan ketganimdan keyin meni o'g'irlab ketishadi. Mendagi bor narsalarimni o'g'irlatib qo'yaman. O'sha boshimdagi og'riq uchun ham doimiy ravishda qanaqadir ma'noda dorilar olishim kerak, tinchlantiruvchi dorilarni topishga to'g'ri keladi. Shunaqa ko'chada yashashni o'ziga yarasha tashvishli, qiyinchilik tomonlari bor. Oilam bor.
lekin lot of I'm not involved. in- kamdan kam ko'rishib turaman. Ko'chada yashashni o'ziga yarasha xavfli tomonlari bor. Masalan, Gunshot wounds, ayniqsa ko'chada shunchaki uxlab qolish I'm epileptic. xavfsiz emas. Videoni shu joyga kelganda bu odamni gaplarini tushunishga qiyinchilik tug'ilish boshladi. Umuman olganda bu odamda qanaqadir narkotikaga bog'liq qaramlik mavjud bo'lishi mumkin va shu suhbat davomida bu odam o'sha narkotikani yoki bir qanaqadir moddalarning ta'sirida bo'lishi mumkin. Uni gaplarini tushunish, tushunib yetish juda ham qiyin bo'lib qoldi. those people, right? I mean, they give Umuman olganda shu ko'chada yashovchilarning juda ko'pchiligida shu narkotik moddalarni iste'mol qilish bo'yicha juda ham katta muammolari bor. Mana shu suhbatlashgan ayniqsa Martin va Jason ismli mana shu oxirgi ikkita odamlar bilan gaplashgandan keyin ularni juda ham qisqa vaqt mobaynida, qisqa vaqtdan keyin o'sha narkotik moddalarni sotib olayotganini o'zim guvohi bo'ldim. Umuman olganda bu odamlarni hayotida narkotik moddalarni va taqiqlangan moddalarni iste'mol qilish bo'yicha katta muammolar bor. Mana shu uysizlar mahallasida uysizlar bilan ozgina intervyu qildik, suhbatlashdik. Juda ko'pchiligida o'sha narkotika muammosi bor. Narkoman bo'lib qolishgan ko'pchiliklari dangasalik bo'lishi mumkin, ishdan qochish bo'lishi mumkin, har xil shunaqangi muammolar bilan ko'chada qolib ketishgan bular. Endi ularga endi bir yordam, ularga o'zidan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Davlatning yordami qanaqadir darajada kam. Har xil narsani sotishga harakat qilishadi. Hozir o'sha suhbat qilgan odamim ovqatga ozgina pul ber dedi. Ovqatga endi ozgina pul berdim. Lekin o'sha pulga borib narkotik sotib olayotganini ko'rdim. O'sha Amerikadagi hayotning ikkinchi tarafida bu, ikkinchi tarafi. Birdaniga o'sha oxirgi intervyu suhbat qilgan odamimiz aytishi bo'yicha o'sha har qanaqangi odam bunaqa uysiz bo'lib qolish ehtimolligi juda ham kuchli. Har qanaqangi odamda dedi. Shunaqa ehtiyotkorsizlik bo'ladigan bo'lsa, har xil zararli odatlarga beriladigan bo'lsa, dangasalik bo'ladigan bo'lsa, birdaniga bunaqangi holatga tushib qolish mumkin. Amerika orzular mamlakati deyishadi. Amerikada o'sha daraxtlarda pul o'sadi deyishadi. Umuman Amerika deganda ko'z oldimizga juda ham o'sha baland binoli shaharlar, juda ham ko'p pul, shunga o'xshagan narsalar ko'z oldimizga keladi. Lekin Amerikani ikkinchi tarafi ham bor. O'sha ikkinchi tarafi bu yerdagi ishsizlik muammolari bor Amerikada. Moliyaviy qiyinchiliklar muammolari bor. Uysizlik muammosi bor. Mana juda ham ko'p odamlarning, juda ham ko'p emas, endi ma'lum bir miqdordagi odamlar ko'chada yashashadi, doimiy hayot tarzi ko'chada o'tadi. Unga sababchi bo'lgan har xil o'sha odatlar bor, har xil sabablar bor. Umuman har birini shu ko'chada bo'lib qolishiga sabab bo'lgan bir necha sabablar bor. O'shaning uchun Amerikada faqat hamma tomonda mana shunaqa kamalak ostindagiga o'xshagan kamalak chiroyli emas, qiyin tomonlari bor. Hozir bugungi gaplashgan insonlarimizni hayoti tarzidan ko'rishimiz mumkin. Ko'chada juda ham qiyin, kelajak deyarli yo'q. Qaysidir joyda o'sha insonlar qanaqadir xatoga yo'l qo'yishgan yoki bir vaziyat qurboni bo'lishgan bo'lishi mumkin, lekin har qanaqangi vaziyatda ham insonni hayoti o'zini qo'lida, xohlagan natijasini, maqsadini aniq bo'lsa, demak o'sha maqsadga erishish mumkin. Bugungi o'sha videodan asosiy maqsad bu biror bir o'sha uysiz odamlarni qanaqadir belgi qo'yib, bular o'sha uysiz, omadsiz yoki ularning ustidan bir qanaqadir ma'noda kulish emas, o'sha hayotda boshqa qatlami ham mavjudligi haqida bir ma'lumot berish. Bu hayotdagi boshqa ikkinchi qatlam, ikkinchi tanganing ikkinchi tarafi borligi, doimiy harakat qilinmasa, doimiy intilmasa, inson qanaqadir xatolarni yoki yomon odatlarni domiga tushib qolsa, hayoti bir kechada, bir pasda o'zgarib ketishi mumkinligi haqidagi ma'lumotni berishdan iborat.